va shuning uchun samolyotlardan voz kechish yoki nimadir o'ylab topishga to'g'ri keladi. Lekin katta ehtimol bilan voz kechishga to'g'ri keladi. Shunday qilib, iqlim o'zgarishi bo'yicha COP26 sammitiga 400 ta samolyotda 25 ming ishtirokchi uchib bordi. Ular 13 ming tonna CO2 chiqarishga ulgurdi. Bu bir yilda 2800 ta avtomobil chiqaradigan miqdorga teng. Qizig'i shundaki, sammit ishtirokchilari chiqindilarini kamaytirish haqida kelishlari kerak edi, ammo amalda vaziyatni yanada og'irlashtirdilar. Yaxshisi videokonferensiya o'tkazishganda bo'lardi. Xo'sh, parvozlarning bekor qilinishi insoniyatni larzaga soladi deb o'ylaysizmi? Ha. Meni va ko'pchiligingizni? Ha. Boshqalarida esa yo'q. Yer aholisining katta qismi buni sezmaydi, chunki odamlarning atigi 3% muntazam ravishda uchadi. Sayyoramiz aholisining 80% esa umuman samolyotga chiqmagan. Xo'sh, men yoki siz, ya'ni samolyotda uchishga o'rganib qolgan odamlar nima qilishimiz kerak? Mamlakat ichida Wi-Fi va konditsionerli tezyurar poyezdlarda harakatlanamiz. Xitoyda bo'lgani kabi. Hatto Tibetga 3,5 ming metr balandlikka qoraytirilgan oynali va o'z kislorod zaxirasiga ega poyezdni yuborishdi. Biroq aviaqatnovlar butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. Tornadolar, bo'ronlar va sunamilar ko'p bo'ladigan dunyoda ular favqulodda yordam ko'rsatishning asosiy vositasi bo'ladi. Masalan, 11-sentyabrdagi teraktdan keyin havoga ko'tarilgan samolyot bilan bo'lgani kabi. O'shanda AQSh fuqarolik aviatsiyasi uchun osmonni butunlay yopib qo'ygan. Biroq Florida fuqarosi uchun zaharli taypan chaqishiga qarshi dori olib ketayotgan samolyotga ko'tarilishga ruxsat bergan. O'shanda hali hech kim nimani kutishni bilmasdi va ehtiyot chorasi sifatida samolyotni ikkita qiruvchi samolyot kuzatib borgan. Aytgancha, antidot tufayli o'sha odamni qutqarishga erishilgan, ammo bizning ta'tillarimiz katta zarar ko'radi.